Bu uyni odam qilguncha o'zimiz odamgarchilikdan chiqib ketmasak bo'ldi. Ikkinchi qism o'ylab qarasak hammamizda faqat o'g'il bola ekan. Ularni yordamga tushirmasak o'zimiz ezilib ketyapmiz. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib yana tozalashga kirishib ketdik. Chiroyli baryerlarni yarim qari chang o'ziga egallab Ertalabdan kechgacha hovli bilan faqatgina 2 dona xonani chiroyli qilib tozalashga ulguribmiz xolos. O'zi 10 ta xona bor, ya'ni 8 tasi qoldi. Mana shu xonaga onam aboy yopishtiramiz deganda kelguncha o'zimizcha ohaylab qo'yibmiz. Uylarni oxlaganda 2 marta chiroyli qilib oxlash kerak ekan. Biz faqat 1 marta qilganimiz uchun chichaqxona bo'lib qoldi. Uylarimiz aylanasiga naves bo'lganligi uchun unaqa yomg'ir ham tushmaydi, quyoshda qolib eshik romlar engib ham ketmaydi. Agar bu uylarda odam yashaydigan bo'lsa, shunaqangi fayzli hovli bo'lib qoladi. Kechga yaqin ota-onam ham samolyotdan tushib kirib keldi. Bolajonlarni xursand qilishdan ular narsalar olib ketdi. Davomi qiziq bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.